Keşmo kirib qapti. Əmsə bugünkü hikayemizni başlap ketayli. Bugünkü birinci hikayemiz aldın qitim sözlegen 176-cı qismdaki uzun hikayenin davamı. Endi onunda muşundaq bir bala bir iç qızdıqandek lan bop, ağinlar bilan tanışıp qilib, ular do'stimiz deb bu bala tamaqlan berib, ajındaq bir ishlar bo'lgan. Bu hikoya taki men shu hikoyani chiqargan kundan necha kun burungacha davomlashganda shu ishlar. Endi keyin yana bir ay shusi deb birma degan amal bor bo'lmasin deb tugatgan to'q. Mushi yaqinda mana necha kun ichida mushi hit jarayonida yana bir ish o'tdi-da, shuni o'rtoqlashibdi. Bugun shuni so'zlab beray birinchisiga. Ikkinchisiga bo'lsa Lavju deb bir bojuva, o'zim shuni hikoyalarini yaxshi ko'raman. Shu bir uzun hikoya chiqarib qo'yibdi-ki, anglab qilib ta'sir qilgan menga. Shuni sizlarga tarjima qilib o'rtoqlashib beray. Bo'ldi, hamsa hikoyalarimizni boshlab ketaylik. Bu filmda odamni beoram qiladigan yoki hech qanday ilm-fan asosi yo'q mazmunlar chiqishi mumkin. Shunga ahvol qarab, ko'ngil ichish xarakterdagi film o'rnini ko'rsanglar bo'ldi. Ilm-fanga ishinib, xurofotlikqa qarshi turaylik. 视频可能出现引人不适或未经证实的内容，请谨慎观看，相信科学，反对封建迷信。Bu balaning deyishicha, bu bala oldingi kuni tunaga yetib bo'ldi. Yetib degan kuni bular bir nahiya turdi degan emasmi? Shu nahiyadan cho'ng uyiga yetib o'tkazamiz deb menibdi-da. Ertaga soat 8larda yo'lga chiqqanki, 3 soatdek mangdiki o'zining cho'ng uyiga borg'ich. Shu bu bala opasi bilan opasini o'tiribdi, bu bala mashina haydabdi, yo'lga chiqibdi-da. Yo'lda ketib bir soat mang'andan keyin bu balaning ichi qiziydigan ishi bor. Ichi bir qiziydi, anandan keyin og'inlar ko'rindi ko'ziga, gap qildi degandek. Mashina haydab ichi qizib ketdi-da. Voy opa, yana yaqinda bo'ldim, desa opasim qo'rqib ketdim. Bir ish bo'lmas bolam, bir to'xta, dam olaylik debdi. Shu oldiq azroq ma'z bir fuchi borki, eshak berib mashina to'xtatdi. To'xtab, o'birnilarga kirib, yuz ko'zlarini yuvib qo'yibdi. Angacha badani qiziqimi o'ngishilib qolibdi-da. O'ngshaldim opa debdi, avayla payda bolam deb ikkisi yan davomli yo'lni menib, cho'ng uyga kelyapti-da. Cho'ng uyga kelib, ancha-muncha cho'ng uyni ratlab, tozalab qilgandek bo'pti. Kesh o'g'anda tuqqanlar kelibdi, ancha-muncha tomoqlarni yeb, bular kechda shu uyda qo'nib qolibdi-da, yetib qolibdi. Atsi yet, tunugun bo'ldi. Shunda kechda yotgan vaqtda bu bola mayoqda bir uyda yetibdi-ki. Shu birdan telefon o'ynab, yotsa bu bolaning yana badani qizishga boshlabdi-da. Bular yani keldimi deb o'ylabdi. Angacha bir qiz bor edi emasmi? Doim ismini chaqirdigan. Shu qiz shuni tanishtirgan boshqalarga, qo'g'digan. Shu qiz ismini chaqiribdi. Bu yani kelga o'xshaydi, bunda qarshi hech kim yo'q. Bu qiz ismini bir necha qitim chaqirib qo'yib, birdamdan keyin yana birisi kelib doimliq yon tarafdan ko'rinadigan bir so'g'u. Burungi hikoyasida shu yon tarafini ham ko'rsatib turadi. Yana shunday yon tarafdan ko'rsatib o'zini. Yanchi menib uydan u yoq bu yoqqa menibdi-da bu. Bular mushagicha kapti deb o'ylab qarab yetibdi bu bola. Bir chaqdayliq yon tarafini ko'rsatdigini eg'iz ichib ketdi-da. Shu orliqda bu bolaning ikki mo'risi xuddi birisi o'ltirib olgandek shunda telib og'rib ketdi-da. Yotgan-ka bo'lmasa. Dahshat bir og'rib ketdi, u yoqdan bu yoqqa mangib yuribdi. Bu bola ko'n ketgan ekanda, unda qishlag'an necha oyning yo'q. Shu bir vaqtda eg'iz ichib, biz seni shuncha to'ssaq nima ishqa kelasa, biz sen kelmaysanmishaga deb oldin to'ssaqmi kelib olding. Bu bo'lmaydigan ekan, bu yerda sening tog'ongning bollari bor ekan. Bizni kelgizmaydi, bizni yerda sugizmaydi debdi. Bizning aramizda faqat shu qizlar, u qizning ismi bor ekan deb bu bol menga deb bermadi. Ashuninglam kelish huquqi bor ekan sening yoningga. Biz kelolmaydi ekanmiz. Men shu qizning oyiqini so'rab, boya keldim yoningga. Shuni men yerda sab yuryaptimi? Qolganlar sening mo'rangga chiqib oldi. Ular yerda siyolmaydi ekan. Deb sugizmaydi ekan bizni bu yerga deb. O'shunda gaplarni qilib ketirganda, anandan keldim ochiq kelib, nim deb bu yerga kelsa, biz asli kunni sening uyingga berib atdik. Bugun asli teximijiq odamlarni boshlab bormoqchidik sening uyingga. Sen qarasam mayoqqa manding, shuncha to'ssam yana kelaverdim. Bu nemish bunday qilsa, tez ket, uying ket, biz odam boshlab sening uyingga boramiz, mehmon bo'lamiz, og'in olamiz deb. O'shda ta'tirlik qilib ketirganda, u xafa ketirgan. Bu bol gaqimay jimmi yetib olgan, mo'risi og'riydi ekan, shu bir vaqtganda u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, boshdan oxir yancha holatda. Chiroyini ko'rsatmaydi. Menib orangutanlardek mushtaq sakrab, boshdan qilib oxir bir vaqtda bu mo'risini yengillaydi ekan, u og'inimi yo'qaydi ekanda, qizmi yo'qaydi ekan. Sonra bu bal qo'rqitib opasiga deydi ki, opa mushtaq qo'pya deb opisini uyg'otib mushtaq
yanaşta buldum dese bu bulmadı bolan bu et tağını ekip tağıs başka bir uy turda emasmi? Tağını ekip bir paranış bakaydı deb şu yetip kaldı ki anki başka şumaydı ki et sanatqanda yet başlanıp giderken şu bu bal maşinasini haydap berip tağısını başlap ekildi ekan deb cho'ng uyga yetla u bu deb. Şu o'ltirib yetlash jarayonida bu bola so'raydi ekanda va tag'a akşam muştak bo'ldi qara desa u tag'isi biladi ekan o ishlarni kulkitir ekan. İşte bo'ladi shu deb. Bu nima ish bundoq bo'ldi desa, ashlarning deginiga o'xshash faqat shu qizlar bu bol nega bo'lsa bilib yurib, keyin yuralaydi ekanda. Endi ba'zi yerlarga boshqa og'ilari kelolmaydi ekan. Kelish uchun faqat shu qizning putilik oyoq bo'lsa kelalaydi ekan, bo'lmasa kelgan taqdirdami yerga tushamaydi ekanda, dasyamaydi ekan. Şu uya bir yerga esilib, mo'risida o'ltirib olib, beshig' chiqib olib degandek ashunda qilsa bo'ladi ekan, ammo yerga dasyamaydi ekan. Yerga dassa, yer shundan cho'nqur bilindi ekanda, ularga tushib ketirgandek. Ashunda qilib qo'yganki. Anadan keyin bu bolaga tag'a bu bo'lmadi, men 13 kundan keyin ishga bordim. Bu peti kessam men chatoq bo'laman desa, ansirma. Ular hargiz sana ziyon zahmat yetkazmaydi. Yetkazgan bo'lsa yetkazib bo'ladi desa, hargiz unda qilmaydi. Shu qiz sen ashundaq yaxshi deb o'z tarafdagi bakchiq ashundaq og'inlarga sen tashviq qilib va mushtaq yaxshi bizning uylarimizni biladi, bu bizning uylarimizga kelgan, biz o'yinimiz, biz uning uylariga boramiz deb seni bakchiq odamga tanishtirib yetibdi. Shu ular hammamiz ashundaq keldigan bo'pti keyindan deb tag'i shunda deb turibdi. Bularni yo'qitib desa, bularni men yo'qitolmayman, rostga qilsam mening amalim yo'q. Endi shu qiz boshqalarni qo'g'laydiman desa, shu qiz qo'g'laydi, lekin u qiz o'zimi ketish ketmasligini o'zi qaror qildi. Mening amalim yo'q deb shundoq deydi. Yo'q, qanday qilmay aka bu men bunda qizib yuryapman, ancha ko'zim ko'rindi, ongdim, bu daqsam turmushim ta'sir qildi deb bu so'rasa, sen ularning achchig'ini keltirib qo'yibsan. Asli ular ayam kuni sening uyingga berib bir o'ynab kelmoqchidiki. Sen qarasan kelyapsan menga. Shunga senden ranjibdi. Bu daqiqadan sen bir to'g'o evilib qaytgan vaqtingda. Shu to'g'oni ilaqi rondo pranik birlarni qo'yib qo'ygan yeri bor, ashaga opirib, ashada qinni bir usti ochiq narsa kesib, asha qo'yib qo'yib, sizlarga tomoq qog'ash keldim. Sizlar mushni yanglar qopimanglar, mana men qaytib keldim deb kechirim so'rab qo'ysam, ularmi bek qopib ketmaydi deb tag'i shunda debdi. Endi uning u yoqidagi kishilar qanday qolib ketdi, uni demabdi. Tağısına yani deplagan bir necha gaplar bor ekan. Buning birinchisi u og'inlar bu baldan eng kichiklarimi necha ming yosh cho'ngki. Hatto iliq qizmi bu baldan necha ming yosh cho'ng bir qiz ekan. Andan keyin yana bir depirishcha bu bal har qitim badani qiziydi emasmi? Endi bu qizishning birdan bir sababi bular badan qizimiga vaqtda tuta oladi ekanda bu balni. So'ng achchiq kelib qolsa ba'zi dumbusdan ishtiraydigan kashlari. Ya bunisi putunimda putli yutib qoldigan ishlar bo'lib qoladi ekan. Badan qizigan vaqtda bular bu balni tutolmaydi ekanda, tekkizolmaydi ekan, teganmaydi ekan. Endi bu badan qizishni shu qiz qo'g'dash uchun qilib qo'ydimi yo tag'is qilib qo'yganmi, ularni demabdi. Bakchiq tafsilotlarni so'rasa, bu tag'is kuliblam keyin bilsa deb qo'ygan, bu oddiy gaplarni deb berdi ekanda. Shunga bu balning badanining qizib ketishi ular yana kegashkilam qizimaydi-ki, aksicha mush qizig'ashqa ular yine kelib teganmaydi ekanda. Agar qizimay qolsa, balki mana ishtiraytirgan, unda qilgan ishlar bo'lib qolishi mumkinki. Buni olgandan keyin bo'limda o'ylab boqsa, haliqi kechda mo'risda o'ltirib olgan emasmi? Shu o'ltirib olishdan burun bu bol qiziyotgan ekan. Undan keyin qiziq azroq yo'qolgandilar, mo'ris ag'rishga boshlaydi ekanda. Undan keyin sening mo'rangga chiqib oldi, u bu deb shu gaplarni qilgan. Demak, qizigan vaqtda bular teganmaydi ekan bu bolaga. Mushu gaplarni deb turibdi. Endi uning oyog'ini yana bir shu qolsa depirma deb yezib qo'yibdi. Amal bor demason bu ishlar mustaq tugab ketsin. Endi eng yaxshi yeri shu tag'isini deyishcha bu bolni qo'g'daydi ekan. Ziyon zahmat yetkazmaydi ekan va boshqalarni askilik qilolmaydi ekan. Bu mana birinchi hikoya. Endi ikkinchi hikoyamiz lavju degan boju so'zlagan hikoya. Bu tarjima hikoya, shuni so'zlab beray. Bir qiz borki, bu qizning yaqin bir do'sti bir kuni shundaq bir yezdi bir doktor mo'mayvaki, bak shu palni yomon to'g'ri ochidiki. Shuning ko'rsasi bundaq bir kelgusdiki bir bola ofatlardan qutulg'ili bo'ldiki deb shundaq bir bilan ishindi ekanda u do'sti.
Aşınayını berip kelayli dep bu kızın hep şu doktor Momayның öýüge bardy eken. Bir Doňbeýdiki bir yezdike o öý. Yaman bir konu öý ekende, ama adam bek çyk eken. Oşo oýlusda öçüret turup göründü ekende, hatda numar takyp berdi eken, Selamançy numar dep. Şu bular kirgen eken bir yaş ayal aldyga çykyp, Selamançy numar dep numaryny berip oturup turаңlar dep bir orunda otağız koýdy eken. Hem de o hoýulda bäzi iki kat ayallar, bäzi balasyny götürip algan erler, bu ayallar, bäzi çoňlaryny ip kelgen aşındaklar bar eken. Bular şular qarap olturutken bir wagtda mawa dostuga öçüret keldi eken. Şonda maňa bildi kirimiz dese bu diye men aşkuzmayman, kirmeymen dedi eken. Çünki bu yoldaşlarda ma palny bekçik içip esip salametlikke, baxt taliýigi, ziyanlyk dep bir gep bar çok. Ki bu men aşkuzmayman özen kirdim. Bu kız teşit oturup turutken. Şu dostu kirkitip birdemden keyin awo yaş ilk numar taktıga ayal çıkıp, Momay seni bir körüp bakay deydi. Sen azırak bir iş bana okşaydı dese, vay körünmeymen men dep işenmegen ki yakıl deydi ki. Şu birdemden keyin dostu çıkıp eken de, çiraylary bir ýaňysla. Ne boldyň dese, men hiç kandak emaskenmen, şu seni azırak çatak deydi. Seni müştak bir iş ýolu kudyga okşaýdy deydi dep, şuna deydi ki, vay däwirde men işenmeymen bolmaň gaýtymyz dep gaýtyr eken. Yol geç dep bitkende seni muşundak keyniň birinim kirip apdy, saň bir iş boldyga okşaýdy dep digen eken, vay ýak işenmeymen men dep inip geldik. Onuň üstüge bu çaglarda bu kızdan aşu hizmetler şunda ýakşy ketken wagtlar ekende. Hem de şu çagda bularnyň idarasida bir hedeş wat eken. Bu hedeş ama eski ekende, azazo muş kız bilan bozak kılat eken. Daim bir işlerini hata kıp, baş kızık at koyup, bu kız düşendirenmey, taskap eken şirketten eýdilip ketken. Şu edeşke bu kız bek öçtike. Şuna bu edeşden putsal iş maymakka, şuna o edeşni adetde maymaklı dep çakırdıke. Aşumu bir kesel, saqaymaydigan kesel bu qilip, şirketten çıkıtıp, bu kızdan hizmeti qaytadan ravajlanıp, tazı kötürülüp atkan vaqtlar ekende. Hem de onda çağda palcı Momay anda dep koysa, kim işinde ya boldy, men hazır şunda yaxşı dep işenmey dostugy boldy, açık oýlama dep ötükdirke bu işler. Ama bu dostu kalsa kırgız olup ekende bu işni. Böyle tamak yapıltası, bu kız tamak yavası, dostu qarap beşimde, Allah'ın iştip. Bir xil ketip qalsa degende közlerge yaşayıp, kıyanmayışta kitirke, nemda qılsa dese, ya işnim qılmadım dep, turup, men san kiyim hep birey dep, magazillarga kirip, kiyimlerini hep birip, şunda yarışıp kelsi, yan közlerge yaşayıp, yan beşini silkip, hey dese, hey dep. O şunda kitirken de bu dostu, hem de bir adam tuyuksuz, onda kelsi bir xil boldy adam. Şomda ne bu nimda qılsa, bu nim boldyň dese, aş Momaynyň gepi kallam kirip kapdy. Sen bir körünüp baksaň bolady adaş o bu dedi ki, ahir Momay bu kız özüm qoq kelip dostu qarap. Zat nim degen bu gyti dep berip bakay dep doktor Momaynyň bar diken de. Şonda o Momay kelgenini körüp azrak hoş bolgandek boldy ki, şunuň bilen mustaq seniň keýniňge kirip algan bir yaman näse bar eken. Bu kirip seni kıynaşqa başlapdy. Hazır saň bilinmeýdi. Ama 2020 yılıga baganda sen qattiq bir bala ýapetki ýuluksa, şunun aldyn amsaň bolmaýdy, men aldyn gittim kelgen wagtynda şunu esip kalgan, saňa deýdi sen pekat ýene bitirişip unumydyň, emdi kepse saň dep goýyn. Muşundak bir iş ýuluksa, emdi bunu oňşaş üçin jykyşmy qılmaýsa sen pekat başgalarga ýardam qılsaňlar bolady. Hem şu apetni aşynda qyp ýokutyp etgili boldy. Hem de ahiriste bir çoğun amal var. 2020 yıl sen şu apetini aldın kege vaxtıda. Şu çağ sana dep birmey, hazır dep sen Momay dep, Momay şunda deydiken de. He boldu dep, hem bu Momayny bir balanç pulunu alam diken, kança vermez, 20 koy sen oldu deydiken. Hem de onu, hem de ras aldap pul tapmakçı olsa jıkrak aladığı. 20 koy diken diken, aldımıga okşaydı dep 20 koyunu bir yenip geldiken. Şu Momaynyň digini oýça, şunda hakny köslen bir yardam kıldyga işlap kalsa itilip çıkıp yardam kıldı eken de. Şu yardamny kılgan siri bu kızdyň hizmet tehimi yuqur örlep setiş bölümünde işleýdike, özü şu setiş bölümüniň setiş çempionu kitirken de Mayru kişi. Pulunu jyktap bitdi, onda algan eken. Şunun bilen ýanymda akly bir işlap kalsa azırak bir köňül ýerim bolup kalsymy, ýa bolmasam bir başga tinçilik işlap kalsymy, derhal koçalarga çykyplarynda yardam kerek adamdan tip yardam qyply wetse, ýana şu işler diye oňuşlup gaýtadan bir baldak örlep terakki qyp bitirgende bu kızdyň. Aş Momaynyň digen ras okşaýdy dep bu kız her gitden bir kynçylyk ýolukçylan teşigi çykyp ýardam kıldygan bu kitirke.
Bo'lib kunlar o'tirga, oylar o'tirga bu qiz uy ko'chmoqchi bo'lib qoldi ekanda, shirkatiga qirroq ekan. So'ng mo'mayga deydi ekan, men bu yerda uy ko'chmoqchi, qandoq uy ko'chsam bo'ldi deb. U mo'mayning ashta yordamlari ko'nib ketganda bu qiz. Desa mo'may men shahar kirib boqmagan, uqmayman, lekin mandaq bir ko'nishovchining o'tirisida bir ko'lchak bor. Shu ko'lchakning atrofida bir uy bor. Shu uyga ko'chib kirsang, ishlaring ta'sir uchirmaydi, yaxshi bo'lib ketdi ekan. Shu mo'mayning degani bo'yicha shu uyni tepib ko'chib kirdi ekanda shu uyga. Shuning bilan shu ishlar o'tib, bu qiz texim boyib bitirga, shirkati texim o'sib bitirga 2019-yili bo'ladi ekan. 2019-6-oyda bu mo'may qaytishga kutib qoldi ekanda. Voy aplali deb qoldi ekan bu qiz. Chunki shu mo'mayning yo'l ko'rsatishi bilan bu qiz hozirda kunga erishganda shu mo'maydilni ko'rdi. Bu 2020-yili mushtaq bir cho'ng yordam qilaman, cho'ng amalni ko'rsatib qo'yman degan bu. Qaytishga kutib qoldi ham 2020-yilga kelgan qanday qilaman, bir peshkanlik uchrab qolsam qanday qilaman deb shu tashvishlanishga boshlayotganda bu qiz aniki ashta yomonroq doktorlar bormi deb izlashga boshlaydi ekan. Endi shu jarayonda bu qizning shu birinchi qavatga ko'chib kirgan uyining uduli burun quruqdi ekan. Shu uyga 70 yoshlardagi bir qarg'u buvay ko'chib kirdi ekanda. Bu buvay qarg'u bu qog'ili bir uzun yil bo'lib ketgan o'xshaydi, kun ketgan ekanda, undan ko'z ko'maydigan turmushqa. Qo'ldashida qarg'ularning ostisi bor ekan. Kuni teshig'i chiqib, ostisiga tayinib, aylanib kirdi ekan. Har qitim teshig'i chiqqan vaqtda taraq mush qizning ishiga tegiktir ekanda. Shunda bu buvay qarg'u ekanda, u deb ballar ancha-muncha kelib yo'qlab qo'ydi ekan, lekin bu buvay yo'qlamasam bo'ldi meni. Men o'zimga tayinib yashayman deb shunday bir yuzabro'y his qildi ekanda u ishlarni. Sonra bu qizmi o'zining ishini qilaverdi ekan, shu mo'may tugab ketdi, bir buvay ko'chib keldi, anan ekan bu qizning iliqi xizmatidan mas'ul chiqishga boshlaydi ekanda, burunqi doimlik mal setib oladigan xaridorlar mush qizni mal setish moyir qilayotganlar, asta-asta o'zining g'amlisidan boshqalarga yutkilib, yangi odamlar kirib, bu qizning setish so'mmasi tuvanlab ketar ekan. Shuning bilan bu qiz yangi xaridorlarni izlab, shular bilan tomoq yeb, mehmon qilib, sovg'a salom qilib yurib, bir kuni Muşlarning shu uyining atrofida bir savdo saroyi bor ekan, shuning 5-qavatida tomoq yeydigan bir yerlar bor ekanda, oshxona jiqqida. Asha chiqib tomoq yeychi deb chiqib, asha o'ltasa, yiliqi qarg'u boy. Ularning uyi yaqin bo'lgandan keyin qarg'u boy shu yerga keldi ekanda. Ostini to'kir qilib asha kirdi ekan. Kirib bu qiz qarab tursa, moyoqda bir qizning putiga ostinidan urib qo'ydi ekanda. Yiliqi qiz putiga osti tekkan-ki, "Voyjon" deb qo'rqib ketdi ekan. Bu boy boshqa bir tarafga qarab, "Voy, xapilman, takkuz etib qoldim." Bu deydi-ki, shunda o'ng'aysizlanib ketar ekan-da bu boy. Shuning bilan buni mavo hikoyaning bosh personaj qiz ko'r qilib, bu boyga yordam qilgisi kelganda, chunki burundan birsiga yordam qilsa qiyinchiliklari yo'qolib kelayotgan bu qizning. Hozir naqashliqqa yejiz tushib ketgan qiyinchilik vaqti shu boyga yordam qiluvchi deb beriblam, "Voy, buva, men sizning o'g'il qo'shningiz bu yerga qapsiz qo'y, men siz tomoq olib beray" deydi ekan. Desa, "Voy, yo, men tomoq yegilganmiga, men o'ltasam bo'ldi" deydi ekan. "Ems o'ltiring" deb, men bir chetga jo'zi o'ltag'iz qo'ygan bu boyni. "Men birdan o'ltirib ketay" deydi ekan bu boy. Bu qiz joyiga kelib tomoq yeyaverdi ekanda. Shuning bilan bu boy hali qizlarga qarab o'ltirib, o'shada ko'z ko'maydi. Daq og'izni birnim yigizga ketgandek, shunday ovoz chiqarib o'ltirdi ekanda. Anan keyin puraydi ekan. Bunday qilib o'ltirdi ekan. Shu bu yomon bir qo'sqi ichib birnim yigizga ketdimi deb o'ylaydi ekanda, bu qizligi aprayz unamagan ekan, jim o'ltirdi ekan. Shu bir vaqt bo'lganda iliq qizlar qo'p ketar ekan. Qo'p ketgandan keyin ketgandan keyin bu boy yana iliq assig'inda tayinib asta berib, iliq ichib bo'lamagan nechaning ko'xoning nimalar bor, ashnalarni, anan ishib qolgan tomoqlarni qo'lda bir lat somkasi bor ekan, shu somkaning ichiga soldi ekanda. Endi u somka iliq lat o'g'andan keyin nechaning birlari tomoqning sho'rplari yerga to'kilib ketar ekan. Shuning bilan uyani boshqurdiq odam kelib, "Voy, devona, bu axlatni ilib to'kib yutibsa, bu deb u boyni tilab ketar ekan. Bu qiz yana bir yordam qiladigan fursat keldi deb chiqib bilan bu mening dadam ommidi ko'maydi, ko'zi yemishdan uqishmay ib qopti bu deb bu qiz yig'ishtirib yetib, "Buvayni bo'ldi, uyingiz keting" deb yo'lga sevdir ekanda, o'zi shirkatga keldi ekan. Shuning bilan ozroq vaqt o'tdi ekan, bu buvayga ancha-muncha bu qiz yeydigan narsalarni ishkiga ilib qo'ydi ekan, yordam qilibdi. Shuning bilan yana ozroq vaqt o'tdi ekan, bu qizning shu yotadigan uyining, yotoq uyining birinchi qavatini uyi zulg'a emasmi? Derisida parda yo'q ekan, ammo o tuvan tarafiga teshidan
qog'oz chopib o'tgan shu bir kuni bunda qarab yozsa derazaning qog'ozning bir yeri ozroq tatlab chiqarib etilgan ekanda teshib etilgan ekan birisi qaraydigandeklar voy tova men birisi qaramdi deb darhol eshak so'mkasini qo'yib qo'ydi ekan andan keyin balkim teshidan birasi işte qarab boqay deb qilgandi deb jiq o'ylamaydi ekan u ishni shu ertasiga seliq to'shik ish bo'lib qoldi ekan o'ygunga ushib qoldi ekan ozroq vaqt o'tgan ekan bu kunda birisi eshakni teshiydigandek bo'lib ketdi ekanda bu qiz ya qachon tashkilni uqmaydi ekan shuning bilan voy birisi bu men uxlasam maraydigan bo'ldimi deb o'ylaydi ekan ko'chib ketsam bo'ldigan o'xshaydi deb o'ylab ko'chishning tayyorligini qilmoqchi bo'lganda bu qizni shirkatdan bir yerga komandirib aytdi ekanda o'sha yerga ketdi ekan u yerda 15 kundek turib qaytib kelib munchiq tushayotgan vaqtda qaytib kelib qarasa to'shik yomon jiqlab ketgan ekanda u yerda hamma to'shik bu yan jiqlab ketdi deb munchiq tushib olay deb munchiq kirib eshakdan birisi qarab qolmasa deb munchidan bundoq kichik bir aynik bor ekanda teshini ko'gil oldigan yotoq uyini ko'gil oldigan eshakdan munchiq tushga qarab boqadi ekan qarasa burunqi to'shiklardan hech kim qaramay mayoqdan qarab tursa birisida tatlaydi ekanda tirniqida derazni voy bu kimdi o'zi man qaraydigan deb qarasa tatlab bir ko'zimdan keldi ekan qarasa naq buvayning qarg'u buvayning ko'zi ekanda bu buvayning ko'zi sal uchburjakka aniki bir oq tuman bor ekanda qarg'ularning ko'zi ashta qildi bu ashundan jiroqdan qarasam endi ko'rindi ekan tuman naq shu buvayning ko'zi ekanda voy tova deb bu qiz hayron qoldi ekan bu buvay zot ko'ramdi ko'mamdi bu nimishqi bu yerda maraydi deb o'ylaydi ekan endi yugurib chiqib nimishqi maraysa deydisa o'z komandirib chiqib ketgan balkim bu buvay shu qiz komandirib chiqib ketdi bu odam yo'q bir ish bo'lmagandi deb ansirab qaragan bo'lsa sat turmusin bu buvay ko'ramdi ko'mamdi avval shunga bir qarab boqay deb darhol chiqib izlamaydi ekan shu ozroq o'zini yig'ishtirib olib necha kun o'tgandan keyin shu bu buvayning ko'rdigan ko'maydiganligini isbotlash uchun yana shunday bir kashda buvayning derasidan qaraydi ekan bu qiz binoning ma tarafiga o'tibdi buvayning yotoq uyiga qarasa endi bu qarg'u buvayning uyida chiroq yiniq ekanda nimaga yoqdi u chiroqni bu chiroq yoqibdi ko'ramdi deb diqqat qilib turdi ekan tursa bu buvay g'ossasining uchini qizlarning putig'ida tekkizatdi emasmi qarasa g'ossasining uchini kelib og'zimda tiqib shumaydi ekanda uchini andan keyin ustalning ustida bir muncha qizlarning lavsuruqlari bor ko'qonlari bor naychaning shigalari bor ekanda shularni boshlarni bilan tishlaydi ekan andan keyin qizlar oshirib qo'ygan tishlab qo'ygan tomoqlarni bundoq burniga kelib boshda qilib ketdi ekanda shu buni ko'rib bu qizning shunda bir ko'nglishib ketdi ekan bu qeri shu qarg'u bo'lib boshda bir benta ekanda bu saranganda bu buvay deb shunda ko'ngli ilishib qilgan yordamlarga o'zining nimdab undoq qilganini bir xil g'alati bo'lib ketdi ekan ashuni ko'rayotgan vaqtda bu buvay qaraydi ekanda deraza tarafga bu qiz ashadan qarayotgan emasmi shu qarab bu qiz qarab ijaraydi ekan shuning bilan bu qiz voy ko'r qoldi nima ish qilibdi bu buvay meni deb qochmoqchi bo'ldi ekanda qochsa buvay ko'z ko'rmaydigan qo'lda hossi va shunday bir tugashgan bir buvayda u mangmaydigan aram mangdigan sakrab yotoq uydan chiqdi ekan chiqib birdamlik dayonning eshigidan shunda tez yosh bir boladek yugurib chiqdi ekan shu bu qiz uni ko'rib qochib o'tirsida bir ko'lchak bor degan emasmi eshak peqiraydi ekan buvay qo'g'laydi ekan qo'g'lab oxiri bu qiz ko'lchakning ichi tarafiga tushib jim o'tirib oldi ekan bu buvay yugurib chiqqan vaqtda qo'lda oshqan tomoqlar tonglari va saylari va bir bilan ko'tarib chiqqan ekanda raq sumkasida bu qizning yuzlariga chechirab ketdi ekan shu bilan eshak turib bu qiz ko'lning ostiga kirib mukib olgandan keyin ko'lchakning suv kichikkanda uning ichida tezga shu bu buvay u yoqqa qarab topolmay yana boshqa yoqqa ketib qoldi ekanda shuning bilan u yerdan bu qiz chiqib nega berishini uqmay bu bir bentay qo'g'lab ketdi meni deb do'stiga telefon qildi ekan do'sti adash men mushtaq birisi meni qo'g'lab ketdi men Saud saroyiga boray meni eshadi evol deb bu qiz Saud saroyiga bormoqchi bo'ldi endi eng odamji shu yerda kech soat 8-9 bo'lgan vaqt shu berib Saud saroyining oldida o'tirib tova ajoyib ish yo'liqdi nim degan sarang buvay bu yerim men tutyapmidi nim qo'ytavdi deb badaldir titrak bo'lib qo'rqib o'tirdi ekan o'ltasa keynidan buvayning qildigan bir qiliqi bor emasmi
Aşı ovoz chiqdi ki vay bu qo'g'lab kelibdi deb ma yan tarafida bir tosh bor ekan bu qizning. Ash ko'lda ivagan tosh ekan u. Bir shu qaz urma deb. Ash toshni eplam kayniga o'rdiblar shu buvay vang deb birini soldi ekanda. U buvay jinchinka bunday qanab ketar ekan. Nimishqa meni urasiz, meni urasiz. Mush qizning ismini chaqiribdi, Shoyi ekan bu qizning ismi. Nimishqa meni urasiz deb ketdi ekan. Shuning bilan bu balning bu buvayning balasi yugurib keldi ekanda, nimda dadamni ursa deb. Voy dadamız muştaq ishlar bo'ldi deb qiz deb siz sarangmi? Bu dadam ko'misa, bu dadam nima ish qildi? Uyingizni marab, undaq bir bilan qilib sarang bo'lib qolgan o'xshaysiz deb bu bolasi aytdi deyotganda, uning ustiga mush qiz komandirovkaga chiqib ketganda bu buvay yiqilib tushib balni sikir qolgan ekan. Demak bu qiz komandirovkadan qaytib kelganda u buvay yo'q ekanda. Şunun bilan bu qiz yo'q, ashunda qaradi, men buvayning ko'zini ko'rdim, bugunmi ko'rdim, ash uyda bor, bu yer kapti, kaynimni qo'g'lab desa, abal ishonmaydi ekan. Bugun men dadamni balnisdan chiqdim, ammo kechda uyga olib ketishdan burun bir kiyim olib beray deb so'zra akagandim deb. U balonda deydi, bular bir-birini ishondiramay, oxiri soqchilarga telefon qilib, bu qizni saranka deb, soqchilar kameraga qarab boqayli deydi. Şunun bilan kamera qarasa, hamda bu qiz necha vaqtning yoqi o'zi uqmaydi ekan bu ishlarni. Ammo kamera chiqishicha bu qiz kundi kechda uyining teshig'i chiqib, o'zining yotoq uyining oldiga kelib, qilib tatlab, bu yani tatlaydi ekanda. Ananikin bu qizning shu jarayondagi chiroyi bir g'alit kulgandek ekandek, sat kulgandek. Hisobda bu qiz o'z uqmagan ahvolda teshig'i chiqib tatlab, sat kulib qildi ekan. Ananikin buvay qo'g'lab ketdi dedik emasmi? Shu kunimi bu qiz buvay qo'g'lamaganki, ammo o'zi ashunda qechib eshalar kirib, mana qilib meya kelgan ekanda, hisobda bu qizga ashunda bir buvay ko'rindi ekan. Amaliyotda u buvay yo'q. U buvay balasi bilan oyoq tushgan chiqdi. Shu bu qizni sarang qolibdi deb o'ylaydi ekan, doktorxonaga olib boqdi ekan. Endi shu Jankunga diqqat qilsa bu qiz shu mangan vaqtidagi holati qilib beshida chiqqan bu qizga shirkatda bek eskilik qiladigan, tas qolgan shu sababli ayrilib ketgan deb bir maymoqning gapini qilgan emas, bu putsal ish maymoq. Bu qiz ashunda vaqtida puti ish maymoq mangan ekanda. Endi Lavju hikoyasini mishada tugatibdi. Buning oxirisini o'zimiz faraz qilib baqsaq bo'ladi. Hisobda shu eski ayol saqaymas bir kasal bo'lib istifa berib chiqib ketgan. Endi eski bo'lganligi uchun bir amal qilib, mushning kayniga bir nim sap qo'ydimi mush qizning? Ya o'zi o'lgandan keyin o'zining ro'yini mushning ichiga kirdigan qilib qo'ydimi? Ashunday bir amal qilgan o'xshaydi. Shunga ma qizga iliqi momay mushning kayning bir nim kiribdi degan shu chaqlarda. Ketgandan keyin iliqi ayol istifa berib ketgandan keyin mushning kayning bir nim kiribdi degan. Anandan keyin agar ko'chib borsa degan, ko'chib borgandan keyin o buvay, lekin bu buvay ba'zida bu qizga boshqa bir holatda ko'rindi ekanda. Amaliyot unda hozir sho'raydigan qizlarning da bo'zaq qiladigan buvay emasga, yaxshi buvay ekan, hech kim ko'maydigan, jim yuradigan buvay ekan, lekin bu qizga shunday eski ko'rindi ekan u buvay. Anandan keyin ba'zida mush qiz o'zi ko'rgan ishlarni amaliyotda o'zi qiladi ekanda. Mushunday bir nervdan chatoq chiqib, shunday bo'lib ketdi, toki hozirgacha bu qiz davolanibdi nerv kasallikda. Endi bu qiz o'zining deyishicha, men balkim saqaymasligim mumkin, menga shunday bir bilan ko'rinib yurish mumkin. Lekin yanılam davolanishni qabul qilib, hozir davolanyapman deb shu gapni gapiribdi. Bu hikoya bu yerda oxirlashdi. Endi bu hikoyadagi mazmun sal uzunroq. Lekin oxirisiga kelganda bir o'zgarganda men voy deb qolgandim, balkim sizlar shunday o'ylab qolishingiz mumkin. Bu ishlar mana shu yo'ldoshlardan bakanda kayning sap qo'yib buni qo'ydigan. Amsa bo'ldi bugungi hikoyalar mishaji bo'lsin. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.